Assalomu alaykum. Bugungi ijodiy uchrashuv ko'rsatuvimizning aziz muxlislari. Bugun bizning mehmonimiz shoir, yozuvchilar uyushmasi a'zosi, bastakor, sozanda, asl inson Shuhrat Ahmedov. Assalomu alaykum. Ustoz, xush ko'rdik, xush kelibsiz. Xush bo'linglar, sog' bo'ling. Bardavom bo'lsin. Shuhrat Ahmedov so'zlarga xizmat qiladimi yoki so'zlar Shuhrat Ahmedovga xizmat qiladi? Voy, bu juda qiyin savol. Buni yechib olganimcha so'zlarga xizmat qiladimi? So'zlar endi odamzodga xizmat qiladi, nafaqat menga. Oddiy mana gaplashib turganimiz ham so'zlar. To'g'rimi? Demak, so'zlar bizga xizmat qiladi. Albatta. Biz so'zlarga xizmat qilishda hozircha o'ylab topolmayapman, aqlimga sig'mayapti. So'zlar bizga xizmat qiladi, biz muloqot qilamiz, she'rlar yozamiz, romanlar yozishadi, bir-birimizni shu orqali tushunamiz. Ko'zlarga o'zi yetmaydi. Biron bir mavzuni shunday o'ylaganingizda o'sha so'zlar o'zi mana men keldim deb shay bo'lib, xizmatga shay bo'lib keladi-da shoir xalqiga baribir, ayniqsa siz mohir shoir, sozandasiz, mana bastalaysiz qo'shiqlarni, shu bilan birgalikda sizga kuylar ham xizmat qiladi. Ijodingizga ko'z tegmasin. Shuhrat aka, mana shu o'zingiz bastalab, sozandalik qilib, o'zingiz bastalab, o'zingiz mualliflik qilgan eng muxlislarga ham, butun xalqqa, nafaqat xalqqa, o'zingizga ham manzur bo'lgan qo'shiq qaysi? Bunaqa qo'shiq ikkita. Rosa, yo ikkita demayman. Bunaqa ishni ko'p qilganman-ku. To'g'ri. Ikkitasini, bittasi nima? Bittasi o'sha o'zimizning hamqishlog'imiz Ro'za payti edi. Shu qo'shiqni yozganman, she'rini yozganman-da. Sezavetda ishlardim o'shanda. O'shani bunaqa qilib yuragimda sizdan qolgan joyi bor. Shuni bastalaganman. Shuni guvohi Alisher Ahmadaliyev degan yigit bor. Shu qo'shiqni uyga kirib, bu ro'za emas edi-da, bizdan endi yoshroq edi. Kirib chiqib, uyda abid qilib chiqib, bunday qilib, "Hali ham bastalab o'tiribsizmi?" degan. Kechpet soat 5 larda birgalikda xayrlashganmiz. O'sha qo'shiqni ertalab boshlab kechpetga bastalab o'qiganman. Qanday yaxshi. O'liga ovqatlanmasdan, suv ham ichmasdan shunaqa qattiq yaxshi ko'rib ishlaganman-da buni. Keyin sevaman deb aldab qo'ygan degan yana bitta qo'shig'im. Buni men bir hafta bastalaganman. Kuyni chiqarguncha ham hech qaysiga o'xshamaydigan kuy qolaman deganman. Keyin shunaqa bir kunda tayyor bo'lgan qo'shiqlarim bor. Mana masalan abidgacha she'rini yozib bo'ldim. Yozib bo'ldim. Abiddan keyin bastalab bo'ldim deng. 5 kunlik dunyoda maqsading nima? Buni men Husniddin Qosimov degan yigit bilan ma'lum bir kichkina vaqtda ishlaganman. Oxinjon bilan oralarda. Ashuni Husniddin uyga borib oqtasam yo'q. Ertasi ham topolmayman. Uydagilarga tayyorlayapman. Zo'r qo'shiq qilib qo'ydim. Borsam uyga desam kelmaydi. 3 kun, 4 kun o'tib ketdi. Keyin palayli bilan aylanib ketib, ardish bilan bu qo'shiq Oxinjonga nasib qildi. Mana shu qo'shiq. Qarang. Juda ham bir original yo'lda bu ham bo'lgan. Shu yana bor, ikkita hozir yetardi degan qo'shig'im bu ham. Rosa ham sevgidan tug'ilgan, nimasi yo'llari ham o'sha ataylab hozirgi qo'shiqchilikka o'xshamasin deb tango daqiq qilganman-da. Rosa chiroyli qo'shiq bo'lgan. Shunaqa. Hali hanuz bu qo'shiqlar hali hanuz yoshlar uchun sevimli.
hozir ham misol uchun taksiga chiqasizmi? Qanday qaysi joyga borsangiz ham yoshlarning qalbida muhabbatga oshiq qalblarni qalbida mangu albatta bu bardavom yashaydi. Oxirjonni o'sha xotirlab shunaqa bir tepadan xotirasiga bir shunaqa nima o'tkazinglar debdi-da endi konkurs. Oxirjonni xotirlab konkurs festival o'tkazinglar degan ekan, deyishgan ekan. Keyin Qilichbek Oxirjonni zurriyotlari shu yerda borib o'sha jurilikka mani bir tavsiyasini beribdi. Shu Qilichbekning gapi bilan bo'lsa kerak dedim. Bosh juri bo'ldim. Endi xalqaro konkurs bo'ldi. Bu Bishkekda o'tkazdik birinchisini, ikkinchisini Xo'jandda o'tkazdik. Bu yerda o'tkazdik. 300 ga bola, 300 ga yaqin bola 25 yil o'tdi oradan. Oxirjon o'tgandan keyin 25 yil o'tib ham hali bu hamma shogird kelmadi. Endi men o'rin ololmayman deganlari bor ichida, shunaqalar o'ziga ishonmaganlari taqin ham kelmadi. Lekin kuylab yurganlar juda ham ko'p. 300 ta bola shu konkursda qatnashdi. Keyin finali nimada bo'ldi? Farg'onada. Men nima demoqchiman? Hamma hofizda ham hamma qo'shig'i yashab qolavermaydi. Juda to'g'ri. Mana shu yurakda qolganlari, yurakdan chiqqanlar yurakka yetib borib mangu yashaydi haqiqatda. Yana bitta narsa esimdan chiqib qolibdi. Nima mani ijodimda bu narsani endi o'zlariga aytganman. Endi xalqqa ham aytmasam bo'lmaydi. Bizni ijodimizda gurkirab yashashda o'sha yaqindagina o'sha olamdan o'tishdi. Sherali Jo'rayevni juda ham katta ta'siri bo'ldi. O'sha paytda Sher aka bitta narsani o'rgatgan. Men o'zlariga aytish baxtiga musharraf bo'ldim. Meni kitobimga so'z bosib yozdirib oldim. Yozib berasizmi deb so'rasam yozib berishga bo'ldi. Rozi bo'lishdi misol, yozib berishdi. Endi aytmoqchi bo'lganimki, Sher akadan men rang-baranglikni o'rgandim. Bitta mana shu Sher akam paytda bugun kecha va kunduz degan ashulalar u paytda bunaqa ashula aytish birovni xayoliga ham kelmas edi. Bemahal yurma qora ko'z deb ham birov ashula aytolmas edi bunaqa. Sher aka yangi mavzularni juda ham ko'p topishgan. Menga shu kelajakdagi ishlarimga etalon bo'lib qolib, Sher akadan juda ham katta narsa oldim. Shu narsani men Oxirjonda davom ettirdim. Shu davom ettirganimda Oxirjonni xilma-xilligini shuni ustoz Sherali Jo'rayevni o'ziga ham aytganman. Birinchi telefon qilishganda ham bitta she'r sabab bo'lib qolgan. Sher aka haqidagi 40 minutdan oshiq gaplashganmiz. Sher aka bilan. Aytmagan narsam kechasi sog'insam otajon bilan yig'lab eshitdik. 40 martalab eshitdik. Keyin bugun qo'shni qishloqqa shuni ham yig'lab ishib ketardik. O'zi yaxshi ko'rganimiz bor. Boshqa bo'lsa haqiqatan buni dardiga sherik bo'lib shunaqa qattiq yig'laganmizda juda ham qattiq ta'sirlanganmiz. Endi Sher aka haqida mana hozir shov-shuvlar bo'ldi. Hech kimga ko'rsatmagan, hech qayerda aytmagan bitta she'rim bor. Shuni o'qib beray. Jon quloqimiz bilan tinglaymiz. Sher aka haqidagi endi gap so'zlar, har xil unisi deydi, bunisi bu deydi. Shundan ta'sirlanib yozganman-da. Hayolimda o'lmaydigan odam edi. Haqqa oshiq qalbi misli olam edi. Ko'ngillarga yoqqan shirin nola edi. Sheralini endi sira topolmaysiz. Alam qilar yo'qliklarin bilgan sarim. Ko'nglim og'rir bu vidoga ko'ngan sarim. Istaysizmi yo'qmi endi ko'ngil yarim? Sheralini endi sira topolmaysiz.
borligida yaqin bo'lib maqtaganlar, do'stlik ipin uzoq yillar saqlaganlar, endi tuhmat pichog'ini chaqlaganlar, Sheralini endi sira topolmaysiz. Sizga emas, Sheraliga baho berish har kimga ham nasib bo'lmas. Daho bo'lish, yarim asr tinmay gullab bahor bo'lish, Sheralini endi sira topolmaysiz. Davomchilar ko'pdir, ammo qalbi boshqa, ovozlari o'xshagan ko'p, dardi boshqa, ilmi boshqa, aqli boshqa, qadri boshqa, Sheralini endi sira topolmaysiz. Xalq kuylagan qo'shiq o'lmas, bilib qo'ying. Banda o'lar, xalq o'lmaydi, bilib qo'ying. Shu gapimni ko'nglingizga tugib qo'ying. Tagiga ham chizib qo'ying deb qo'shimcha qilardim. Sheralini endi sira topolmaysiz. Rahmat. Ustoz, mana hozir so'zlaringiz davomida aytib ketdingiz, Sherali Jo'rayev Alloh rahmat qilsin, ustozdan juda ham ko'p qo'shiqlaridan rang-baranglikni olib Oxunjon Madaliyevga Alloh rahmat qilsin, shunga o'xshab yoritishni hozirgacha maslahat berardim, Oxunjonga taklif qilardim, yozib berardim, o'zim she'rlarni rang-barang bo'lsin, sozandalik qilib, bastalab, qo'shiqlarni chiroyli qilib berardim Oxun akaga deyapsiz. Hozir sizning shogirdlaringiz mana hozirgacha o'zingiz she'r yozib, kuylarini bastalab, qanchadan qancha san'atkorlarga, san'at ahliga she'rlaringizni taqdim qilasizda rang-barang qilib. Xuddi sizdek, siz kabi sizni yo'lingizni tutgan shogirdlaringiz haqida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz. Shogirdlarim haqida gapirsam, endi shogirdlarim avvalo o'zimga o'sha yerda yaqinlardan Oxunjon bilan biz endi haligi ustoz shogird edik. Qaysi ma'nodaki, undan ham men o'rgangan narsalarimni tan olaman. Undan ham ko'p narsa o'rganganman. Xudoni oldida ham, bandasini oldida ham bu gapni aytishim kerak. Men o'sha san'atni ichida ham ba'zi bir narsalarni olganman. Oxunjondan o'rganganman. Keyin asosan muomala san'atini o'rganganman. Oxunjondan. Biz juda ham qo'pol edik. Men masalan doira cholardim. O'sha paytda to'ylar to'polon bo'lardi. Boshlagan paytimda men armiyadan kelgan bolaman. Shunaqa bir nima edim. Oxunjonni kelib qulog'iga bir narsa desa, ja qo'polroq gapirsa, hali bolani bunday chaqirib, "Va keyin o'tib qoldirdim. Ha, nima deysan? Yoki nima deysiz?" Shunaqa qilib, nima qilib joyiga urishib ham ketardim, boshqa bo'lib. Endi Oxunjondan keyin mana Abdujon Qo'qonov bilan ishladik. Bu ham juda ham yaxshi, zo'r san'atkor. Hozirgacha mana o'zlari bir hisob kitob qilgan ekan, men hisoblaganim yo'q. Juda ham ko'p, eng ko'p haligi qo'shiq ishlaganimiz o'sha Abdujon Qo'qonov ekanda. 96 ta deb o'zlari gapirganday bo'lishibdi. Endi o'zim yozgan narsalarni o'zimiz bastalardikda uni. Birov bastalagan yo'q, o'zimiz bastalaganmiz hammasini. O'sha go'zalim bu kecha men bilan qoling, ayolning xunigi bo'lmaydi, meni yuragingga yashir sevgilim, Bonu, o'sha g'azal nimalari esda qolyapti-da endi. Esda qolganlarni aytyapman. Shunaqa keyin o'zimizda mahalladan Alisherjon Ahmadaliyev, u kishi ham bizning shogirdimiz. U kishi bilan biz o'sha O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlarni ham ortda qoldirib, tumanimizda birinchi o'rinda olganmiz. O'zbekiston vatanim menim degan shunaqa bir
konkurs bo'lardi. Buni hamma biladi, yosh kattalar. Birinchi o'rinda Alisher Ahmadaliyev olgan. O'sha paytda buni katta san'atkorlar ichida juda qiyin ish edi. To'g'ri. Har qalay işte To'lanboy degan yana bitta shogirdimiz bor. Doirachi shogirdlarim ko'p. Men doirachidan chiqqanman-da o'zi. Karimjon bor, Shokanjon. Ular hozir boshqa ishlarda. Keyin hozirgi kunlarda endi mana shu ma'lum ma'noda Qilichbek ham shogird bizga, Nodirbek ham shogird. Endi hozirgi kunda Ilhomjon shogird, Ilhom Murodjon. Hozirgi kunda endi birga ishlayib turgan Nuriddin Bo'tabekov. Xuddi o'sha haligi aytgan ijodimizda rang-barang qilib boryapmiz. Lekin odamlar yengil qo'shiqlarga o'rganib ketishdi. Men bir xilga odamlar orqasidan quvib, orqasidan yig'lab yurgan ashulachilarni ko'rib, ashulalarni men eshitolmayman o'shalarni, misol uchun. Hayron qolaman-da, bu odamzod shunaqa saviyasi pasayib ketdimi? Shunaqa ham bir shu holga kelib qoldikmi endi deyman. Misol uchun. Achinib qolasiz gohida. Achinasizki, shunaqa yengil-yelpi ashulachining orqasidan yugurib yurgan xalqqa odam achinadi. Biz endi o'sha rang-baranglik, bizni qo'shiqlarda mana hozirgi misol Nuriddin bilan ham biz ancha uzoq ishladik. Hammalar ko'p ishladim. Lekin yaratgan narsalarimiz 50 yildan keyin ham odamlar 100 yildan keyin ham eshitsa, xijolat bo'lmasdan eshitib, qandaydir ma'naviy oziqa oladigan qo'shiqlarni zamon bilan hamnafas qo'shiqlar yaratdik. Endi bu hozirgi odamlarga bitta oddiy bunday qo'shiq qilsangiz, bitta oddiy yaxshi chiroyli bitta she'rni tanlab qo'shiq qilib aytsangiz, xohlasa eshitadi, xohlamasa eshitmaydi. Ko'p narsa bor-da bu yerda, orqasida bir narsalar bor. O'shanga yaqinda endi Nuriddin dedim, oldin ko'p tavsiya qilganman. Odamlarni shunaqa bir nima desam, unda endi haligi nima deydi? Hamma jihatdan odob deydi, boshqa deydi. Odobli, chegaradan chiqisi kelmaydi-da uni. Endi yaqinda ko'ndirdim. Bitta g'alatiroq ashula aytaylik dedim. Qanaqa ashula? Bu hayotimda bo'lgan voqea. Men hayotimda bo'libki, men uni yaxshi ko'rib qolganim yo'q-ku. Men shunaqa haqiqatan ham bitta qizni ko'rdim. Ko'rdim haqiqatan. Qanaqa qiz ekan dedi. Ishonasizmi dedim, shunday qaradim. Qandaydir yon tomondan ko'rib qoldim dedim. Burni dedim, shunaqa ham bir chiroyli qiz ekan dedim. Burni chiroyli qiz. O'shani bir yosh osha bolani nomidan yozdim. Sevdim shunaqa. Burni chiroyli qiz haqida qo'shiq. Nimaga endi ko'zi chiroyli deb aytamiz? Nimaga endi sochi, qoshi, hamma yoqda baxt deymiz. Burnida nima ayb bor? Burni chiroyli qizni yozdik. Hozir dunyo go'zalini shu burnini orqasidan dunyo go'zali bo'lib turibdi. Hozirgi paytda hozirgi eng oxirgi dunyo go'zalini burni chiroyli. Kattaroq, qirraliroq, shunaqa. Keyin buni hozir bu qo'shig'imiz deyarli bitib qoldi, yozishimiz qoldi xolos. Aranjovka bo'layotdi. Bundan keyin nimani qildik? Keling bitta hazil narsa ham aytaylik. Sen paleti bosmaymizmi dedi. Hech qanday paleti bosmaymiz. Bu hazil narsa bo'ladi. Nima? Xotinidan qo'rqqanlar degan ashula aytaylik dedim. Desam, programma dedi. Bo'lganda qanaqa dedim. Aytamiz dedim. Ular xotinidan qo'rqqanlar deb ashula aytdik. Endi buni hech qanaqa yomon joyi yo'q. Xotinidan qo'rqqanlarni biz yomonlaganimiz ham yo'q. Oxirida bora-bora hammamiz ham bittamiz.
hammamiz ham bittamiz, hammamiz ham qo'rqamiz degan ma'no kelib keltirib chiqadi. chiqardim. Oxiriga boshida jahazlashib olamiz, lekin shunaqa bir hazilnamo narsa yaratdik. Bu ham xudo xolasa muxlislarga yetkazamiz buni ham. Juda yaxshi. Shogirdlarimdan yana kimki qolib ketdi. Endi bizni shoir shogirdlarimiz ham bor, Isroiljon bor. U kishim ham yaqinda bitta mana shunaqa bir hazilnamo narsa yozgan ekan. Buni qo'shiq qilamiz dedim. Isroiljon O'rinboyev yonimizda birga ijodiy nimalarimiz. Shunaqa, keyin uzoqlarda ham ko'p. Uzoqlardan ham yozishadi, Rossiyadan yozishadi, u yoqdan bu yoqdan she'rlarni jo'natishadi. Telegramdan jo'nat, ko'raylik deyman, ko'ramiz, shuni qilamiz. Juda yaxshi. Yana bitta shogirdimiz, bu ham Oxunjonga bir chiroyli izdosh bo'lib, xalqimizni ko'nglidan juda ham chiroyli o'rin olgan Rahmatulloh Yusupov. Hozir endi hozirgi kunlarda endi to'ylarga chiqishmayapti, uyda ozgina betoblik tegan. Mana shu xalqimizda hammasidan bir so'ragan bo'lardim. Rahmatullohning shaniga bir chiroyli duolarini ayashmasa, Alloh hamisha to'g'ri yo'lga boshlab, to'g'ri shifolar bersa, to'g'ri shifolar olishga to'g'ri yo'llarni ko'rsatsa, shu Rahmatullohni tuzalib ketishini shunaqa bir jon dilimizdan istardik. Mana shu bizni eshitib turgan hamma insonlar shu yigitni bir duo qilib qo'ysa, juda ham xursand bo'lardik. Bugungi yosh shoirlarga qanday maslahatlar berasiz? Endi o'zimiz nima qilmagan, o'zimiz balki o'sha darajaga chiqmagan joylarini aytaman-da endi. Hozirgi yosh shoirlar avvalo ko'p o'qish kerak. Kitob, she'riy kitoblar, ayniqsa. She'riy kitoblarni ko'p o'qish kerak. Iloji bo'lsa butun dunyoni she'ri bilan tanishish kerak. Tarjimalarda bo'lsa ham. Keyin romanlarni ko'p o'qish kerak. Keyin she'rlarida yangilik bo'lish kerak. Aytilmagan gaplar bo'lish kerak. To'g'ri. Chiroyli birovlar aytmagan tashbihlar bo'lish kerak. Bu masalan mening kamchiligim. Men ko'proq qo'shiq yozganim uchun tashbih ko'p ishlata olmayman. Masalan, o'sha birinchi she'rlarim bor edi. Bolalik ulug'ayish degan bitta she'rim bor edi. O'sha she'rlarni baribir yaxshi ko'raman-da. Hozirgilari zo'r desa ham o'zim ko'nglim to'lmaydi. O'shanda bunaqa ulg'ayish. Bola edim, tashvishdan xoli, tuproq kechib kunda o'ynardim. Bo'shab qotsa qo'shnining moli, kech kirguncha rosa quvlardim. Vazmini edi kunning oyog'i, bo'sh vaqt ko'p edi quyoshning, onam sho'rlik qo'lda tayog'i, yerardi sovigan oshni. Endi esa tezkor dahrning ishlariga yetmaydi bardosh, mendan kulib shoshar hamisha bolaligini unutgan quyosh. Men she'riyatni boshlaganimda bunaqa chiroyli she'rlar yozardim-da, ko'ryapsizmi? Tashbihlarni. Agar men she'riyatni ichida yashab, she'riyat men uchun eng muhim narsa bo'lib, qo'shiqchilik ham meni yonimda bo'lmaganda, balki haqiqiy she'riyatni ichida juda katta shoir bo'lib ketishim mumkin edi. Endi meni yonimda doim hofizlar, qo'shiqchilar bo'lgani uchun ham keyin mana o'z zamon talabi deymiz biz. Endi keyingi zamon, kelajak zamonlarda ko'p ham o'ylamaganmiz-da o'zi aslida. Mana bo'lmasa o'sha she'riyatlar vaqti kelib o'shalar yashab qolishi mumkin. Endi hozirgilar
she'r o'qimaganiga yarasha she'rlarimizni qo'shiqda eshitsin deb shunaqa narsa qilganmiz-da biz endi. Juda ham yaxshi. Bardavom bo'lsin ustoz, ijodingizga hech qachon ko'z tegmasin. Hayotingizdagi eng she'rga arzigulik voqea qaysi edi? Uni yoza olganmisiz? She'r qilib. Bu hayotimda bu ham o'sha sevgi. Bu ham sevgi. Sevgi haqidagi qo'shiqlarim ular hammasi o'sha sevgidan tug'ilgan she'rlar hammasi. Tushunyapsizmi? Bu mana o she'rim deya olmayman. Chunki juda ham ko'p she'rlarim, keyin yozgan she'rlarimda ham o'sha bolalikdagi taassurotlarim eslab turib yozganman. Ko'p narsani. Keyin mana ayolimga gapirib yuraman, unga yozgan xatlarim endi moshincha bo'lardi-da, agar nima bo'lganda. Shu to'y bo'lishdan oldin 3-4 yil oldin biz gaplashmay qo'yganmiz-da endi to'yimizdan oldin. O'shanda Zardamazardaga u yetib olgan, haligi to'plab yurgan-u, o'shani yo'qotgan hammasini. Yo'qib olgan. Agar o'sha his-tuyg'ular, men uni shoirona yozardim-da. Shoirlar she'rni tutib yurib, o'sha she'rlardan foydalanib, unga she'riy maktublar yozardim. Ichida she'ri bor, maktublar yozardim. O'sha biz o'rtamizdagi voqealarga mos she'rlarni o'qtarardim. Qarang. Shu mana shu ayolimni yaxshi ko'rgani menga juda ham katta ta'sir qilgan. Shunga yoqadigan narsa yozaman deb turib, xat, she'r emas, xat yozaman deb turib ham o'sha she'rlarni ko'p tutishga nima qilganman. Ba'zan ko'p o'qiganim foyda bo'lib, o'sha narsalarni topardim ham shoirlardan. Bittasini u yoqdan topsam, bittasini boshqa shoirdan, bittasini yana bu yoqdan shunaqa qilib Usmon Azimdan, Xurshid Davrondan, u yoqdan Shavkat Rahmon o'sha paytda shoirlarning rosa gullagan payti edi. Haqiqatan. Hammasi ham esimda yo'q. Lekin yo'q, esimga kelmayapti demoqchiman. Shunaqa sevgidan hozir endi bitta she'r o'qib beray, ha? Yig'lab kelib yig'latib ketar. Dunyo uning mehmonxonasi. Tirikchilik dardida o'tar. Shunaqada odam bolasi. Faylasufmi, oshpaz, shifokor, qismatini etolmas inkor, hayot degan imtihoni bor. Shunaqada odam bolasi. Boylik yig'ib ko'zi to'ymaydi. Xuddi rostdek yolg'on so'ylaydi, yig'ib bir kun qulaydi. Shunaqada odam bolasi. Doim davron suraman deydi, zo'r saroylar quraman deydi. O'lmay shunday turaman deydi. Shunaqada odam bolasi. Ko'r qiladi ko'zini boylik, boshqa biri qilar gadoylik, biri xunuk, biri chiroylik. Shunaqada odam bolasi. Amal teksa o'zgarib qolar, basharasi gezarib qolar, faqat o'lsa tuzalib qolar. Shunaqada odam bolasi. Zo'rdan zo'ri chiqsa ham sinar, shamoldayin bir kuni tinar. Asta cho'bini otiga minar. Shunaqada odam bolasi. Shaytoni bor doim qonida, to qiyomat yashar jonida. Seziladi yursang yonida. Shunaqada odam bolasi. Hech bittasi mukammal emas, birortasi men yomon demas. Shoiri ham bilag'on emas. Shunaqada odam bolasi. Juda ham ajoyib she'r. Keyin yana bitta narsaki, Irodaxon. Hozirgi yoshlarning ichida, yoshlarda kitob o'qish kamayib ketgan. Juda ham kamayib ketgan. Mana oddiy qo'shiqlarda ham bu narsa ko'p narsaga ta'sir qildi. Mana shu yoshlarimizdan qo'shiqchilar chiqyapti. So'zni farqiga bormaydigan qo'shiqchilar chiqyapti. Juda ham bir shunaqa bir mazmuni yaxshi bo'lmagan, anaqa qanaqa bo'lsa ham haligi bir
20 marta qaytariladigan noqoratli she'rlarda qo'shiq qilishlar ko'payib ketdi. Biz talashib o'qirdik. Men hamma joyda gapiraman, men o'zim maktabda sinfdoshlarimga Hasan boy degan sinfdoshim bo'lardi. U ham nihoyatda zo'r o'qirdi, a'lochi. Hasad qilardim-da, nimaga men moshinga yaxshi ma'noda hasad. Nimaga men mana shunaqa bo'lolmayman? O'sha o'qigan kitobni, kitob partani ustida turardi, deya qarab olardim. Gulpariymi? Ha. Gulpariyni borib ertaga kitob o'qirdim. O'qtarib yurib, kutubxonadan almashtirib yurib, shu nimaga ko'p o'qib, o'zimda ko'p zapas bo'lib qolganini o'zim bilmay qoldim-da. Bo'lmasa buni tagida hammasida yaxshi ma'nodagi hasad yotibdi. Tushunyapsizmi? Hozir men sendan u tomonga tushib qoldim. Hozir masalan nevaralarim bor. Ikkitasi prezident maktabda o'qiydi. Bittasi qizimning qizi, bittasi o'g'limning qizi. Ikkalasi uchrashib qolishadi. Keyin spesialni maxsus kunda kelishib menga savol berishadi. Keyin men savollarga javob beraman. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar javob beraman. Bittasi 8-sinfmikin, bittasi 6-sinf. Nima? Ular ko'p o'qiydi ama. Ular ko'p o'qiydi. Kecha kuni bizga endi qayerdan ham haligi nimadan gapirib qo'yibmiz-da endi mana bu islom dinidan bir gapirib qo'ysak, shunaqa ko'p narsa gapirib berdi. Kattasi Parizda degani bor. Shunaqa ko'p biz kelingiz bilan birgalikda roza eshitib o'tirdik mana qilib haligini. Quloq solib o'tirdik. Ha. Bilmagan narsamizni gapiryapti-da. Shu eshitib o'tirdik. Keyin boslashib qolamiz, shunaqa bo'ladi. Xudo xolasa kelajakda adabiyotni tushungan, zo'r o'qiydigan izdoshlar bor. Xudo xolasa. Endi hozirgi yoshlarga endi umr hamma ham yashab o'tib ketaveradi. Endi qarasangiz bitta hayvon ham yashab o'tib ketaveradi-da. To'g'ri. Shu hayvoncha yashab o'tmaslik kerak-da. Odamda bunday qalb bo'lish kerak. Odam bilan bunday suhbatlashish kerak. Qalbni to'yintirish kerak-da. Albatta. Misol uchun. Shuni ham tushunmaydigan darajaga qalb to'yintirish desa, shu gapni ham tushunmaydigan darajada yashamaslik kerak odam. Odam chuqurroq hayotda faqatgina shu oddiy tirikchilikdan boshqa narsa ham ko'pda juda ham to'g'ri. Ko'p kitob o'qish kerak, ko'p suhbatlarga turli tuman sayohat qilish kerak, misol odam qiziqarli yashash kerak-da. Bu hayotga bir marta keladi. Albatta, deb shu boylikni orqasidan quvib tinim bilmay ertadan keyin 70-60 ga borganda umr o'tib ketib qolganini ham sezmay qoladi-da endi odam. O'zing uchun yashay deganda umr tugab qolar ekanda dedi-yu. Shunaqa bunday qarasangiz umr o'tib ketib qolgan bo'ladi. To'g'ri. Shunaqa armon Abdullarifda boru, yillar armoni. Nihoyatda juda ham qattiq ta'sirlanganman. Shu she'rlar behisob. Albatta bizni hali gapirmadim-u, bizni she'riyatdagi yana ko'p ustozlarni tilga olmadim. Biz muloqot qilganlarimni aytdim xolos. Abdulla akamdan gaplashganim yo'q, Erkin akamdan gaplashganim yo'q. Muhammad Yusuf bilan endi ko'p gaplashdim juda. Birga ancha davralarda o'tirdik, boshqa qildik. Endi goh telefonlashardik. Shavkat Rahmon bilan uchrasholmadik. Raufpar bilan uchrashdim, ko'rishdim, eshitgan edim. Shunaqa bir keladi deb kutib o'tirdim. Kelishi bilan bitta joyga mehmon qildim, taklif qildim. Keyin
savollarimni berishni boshladim. O'sha bitta menga juda ko'p savollar qiynardi. O'qishimga ham o'sha paytda darajamdagi savollarni berdim. Qiyin murakkab savollarni berib, ko'ngildagi natija oldim. Rauf Parfi bilan menga Sukunat degan bir kitoblarni chiqqan bolalar uchun. Shunga yozib ham bergan. Uyda bibliotekamda bor. Shunaqa hozirgi bolalarni ko'p kitob o'qishga undagan bo'lardim. Rahmat ustoz, juda ham to'g'ri. O'zingizga eng yaqin deb bilgan she'ringiz qaysi? Nega aynan u? Baribir she'r shoirni farzandida. Shoirda qancha she'ri bo'lsa, uni birini yomon deya olmaydi, lekin erkatoy she'ri bo'ladi-da, yurak. Balki u she'r meni eng yaxshi she'rim bastur. Kimlar uchundir, lekin siz uchun o'sha yaxshi. Men uchun ham men shunchaki bu she'rni qadrlayman. Chunki o'shanaqa bir narsani sezganmanki, hozir aytdingiz-ku, hozir 28li yoshlar unaqa. Men keyinchalik biz masalan yaxshi ko'rsak, jinni bo'lib qoladigan darajada yaxshi ko'rganmiz. Misol uchun. Hozirgi masalan uydagi ayolimni haqiqatan ham qattiq yaxshi ko'rganman. Hozir ham yaxshi ko'raman-da, misol uchun. Shu yaxshi ko'rish endi keyinchalik mana bunday kelib hozirgi yoshlarga taqqoslayman-da. Hozirgi yoshlarni yaxshi ko'rishini. Qarasam, bular nimagadir unaqa telbalarcha o'sha bizni paytdagi sevgilar yo'qda bularda deb o'yladim-da. Shularga isyon sifatida she'r yozuvdim-da. Men sizni sevmayman, gadoyingizman degan bitta nima yozdim. She'r yozdim. Qaroqlik keraksiz, yonishlarim uchun yuraksiz menga, sevgidan buyukroq tilaksiz menga, men sizni sevmayman, gadoyingizman. Sevgimas bir shirin so'zni qidirdim, bir dardosh dilorom do'stni qidirdim, ishoning yolg'izim sizni qidirdim, men sizni sevmayman, gadoyingizman. Oshiqlarga qarang, marda ko'rinmas, sevgilari arzon, dardi ko'rinmas, sevgining sevgidek qadri ko'rinmas, men sizni sevmayman, gadoyingizman. Sizsiz sira yashab bo'lmaydi mohim, sizsiz meni taqdir xo'rlaydi mohim, sevdim desam ko'nglim to'lmaydi mohim, men sizni sevmayman, gadoyingizman. Juda ham ajoyib she'r. Endi bu she'rni Qilichbek akam Tojiyev birinchi u kishiga berganman-da. Qo'shiq qilishda endi haligi nima shuncha ijod she'rlar ko'payib ketib, o'shalar qatorida endi bir shunchaki bir she'r qilib qo'yildi. Qo'shiq qilib qo'yildi. Keyin bir kun oldilariga bordimda, she'rni menga qaytarib bering dedim, aka dedim. O'zimni she'rimni o'zim tiladim. O'zimga qaytarib bering shuni dedim. Desam, yaxshiroq nima bo'lib qoldimi dedi. Yaxshiroq nima bo'lib qoldi dedim. Xullas, yaxshiroq xaridor emas, yaxshiroq yo'l chiqib qoldimi degan ma'noda so'rashdi. Shunaqa bo'lib qoldi dedim. Keyin shunaqa oldik. Yana hofiz bilan qildik. Yana ko'ngil to'lmadi. Qo'shiqqa. Qo'shiqlardan ko'ngil. Keyin ular yetimchadek bo'lmasa zo'r she'r, yaxshi nima bo'lmadi. Keyin mana shu o'tgan yilmikin bilmayman. Bu orada necha yillab yurdi bu she'r. Keyin o'tgan yili mana shu she'ringizni menga bering deb Ilhom Jo'rayev so'rab qoldi. Endi men Sanobar Rahmonovani tamom kushod jinni muxlisiman-da endi. Bolalikdan, o'sha 75-yildan muxlisiman. U kishim umr yo'ldoshlari. Ilhom Jo'rayev. Keyin aytdimki, bo'ldi dedim.
Keyin shunaqa bir she'r ashula qilib chiqishdi. O'zimga jo'natishdi. Juda ham chiroyli bo'libdi. Endi sal ko'nglim to'ldi. Bu bilan Qilichbek ham haligi Qilichbek ham juda e'tiborsiz bo'lgan xolos. Bo'lmasa mana qancha qo'shiqlarimizni butun hamma yoqqa mashhur qildi Qilichbek ham misol uchun. O'sha she'r ozgina o'sha paytda qilinmasligi kerak ekanda u. Shunaqa bir payti bor ekanda uni qilishda. O'shaning uchun shunaqa paytga to'g'ri kelib Qilichbek hamda jicha e'tiborsizlarcha bo'lib qolgan endi. Yomon aytilmagan, sho'x bo'lgan. Xullas, keyin mana endi yaqinda o'sha she'r mening ko'nglimda, balki undan ham yaxshi she'rlarim ko'pdir. Lekin o'zim yaxshi ko'radi xonim, o'sha paytda bitta topilma bo'lganda, men seni sevmayman, gadoyman degan fikr kelganda, men uchun juda ham katta topilma bo'lganda o'sha paytda. Erkatoy she'ringizga aylangan. Ha, shunaqa. Juda yaxshi. Shu she'rni yozayotgan paytingizda necha yosh bo'lgansiz, ustoz? Mana yoshlarni ko'rib, Endi 28 dan buyoq edi, har qalay. Ha, 35, 40. Shuna atrofida deydi. Juda yaxshi. Shunaqa. Sog' bo'ling, rahmat. Bugungi kunda she'riyat qanday ahvolda, Shuhrat aka? Jamiyatda qanday o'ringa ega deb hisoblaysiz she'riyatni? She'riyat menga ham juda ko'p jo'natib turishadi. Tanigan, tanimaganlarim meni telefonimga olib Telegramga juda ham ko'p tashab turishadi. Bir o'qing, tahrir qiling deyshadi. Yaxshilari ham bor, lekin bemazalari ko'p, azmiydiganlari ko'p. Keyin she'riyatda o'g'illar ko'payib ketdi. O'shaning uchun men ijtimoiy tarmoqlarga uncha qo'ymayman she'r. To'g'ri. Bog'dan yozsangiz, bog'dan o'shanga o'xshatib bitta she'r yozib chiqishyapti-da. G'oyani o'g'irlab qo'yishyapti. To'g'ri. Hatto bitta she'r yozuvdim. O'shanaqa sarlavhada she'r yozganlar ham bo'ldi. Uni hozir aytsam, katta shoirlar ular tegib ketadi. Shuning uchun aytmayman. O'shaning uchun ijtimoiy tarmoqlarga faqat qo'shiq bo'lmaydiganlarni qo'yaman. Juda katta topilmali narsalarni qo'yib turaman. Shu endi katta she'riyatga kelsak, yaxshi she'rlar yozilyapti, o'qiyapmiz. She'riyat hech qachon o'zbek nimasida Xudo xolasa so'nmaydi. Ilohim so'nmasin ham. O'zbek she'riyati aslida juda katta she'riyati bor deb tushunaman. To'g'ri. O'zbek she'riyati juda ham katta she'riyat deb tushunaman-da dunyoda. Shunaqa. Uni endi tarjimalar qilib, o'sha asliyatga yaqin qilib, axir dunyolarga chiqarish kerak. Chiqyapti ham u, lekin kam. Juda to'g'ri. Shuhrat aka, chunki bundan 10 yil ortga nazar soladigan bo'lsak, she'r kitoblar shunaqangi chiqardi. Yangidan yangi shoirlarni, nima deydi, ko'plab ijodkorlarniki bo'lsa ham broshura shaklda bo'lsa ham ichida bir 5 ta, 6 ta, 7 ta shoir iste'dod egalarini ham she'rlar chiqardi. Lekin hozirgi kunda men to'g'risi yangi she'r kitoblarini ko'rmayapman. Rastalarda ham, kutubxonalarda ham baribir mana shu. Endi hozir shunaqa bir o'tish davri ekanmi? Hamma yoq qimmatchilik bo'lib ketgan. O'zimda ham hozir mana bitta kitobim bosishga tayyor turibdi. Oxinjon to'g'risida ham xotiralarni yozuvdim. Telefonimda edi. Telefonimga bittasi shunday virus tashab qo'ydi. Shu bilan haligi narsa yo'q. Shu bilan o'g'illandim. Yaxshi ham sarlavhalari qolibdi. Uni endi tiklayman. Tiklaysiz, albatta, Xudo xohlasa. Endi yuqoridan so'rashgan, qo'sha bo'lgan she'rlaringizni bitta kitob qilamiz deyishgan. Uni ham yaqinda shu boshlayman deb turibman. Yana shunaqa bir 3 ta kitob rejamda bor-da. Bittasi nima
uni korrektordan ham korrektura qilingan tayyor shuni bossa bo'ladigan holatda turibdi. U ham mana birovga o'xshayim kelmaydigan o'xshab yuragimga bir mehmon bo'ling degan kitob katta juda. U ham katta. Kichkina kitob emas. Endi bularni ham chiqarsam yangi she'rlar bilan eskilardan sara qilib kichkina odamlar bemalol oladigan qilib keyin chiqarish niyatim bor. Alloh umr bersa, Xudo xohlasa. Inshaalloh niyatingizga yeting ilohim ustoz. Shuhratjon aka, ijodingizdagi yangi she'rlar soni ham ancha yana bir kitob bo'lgudek bo'lib qolgandir. Sizdan Xudo xohlasa siz ijodingizga tegishli yangi kitoblarni, yangi she'rlarni kutib qolamiz va bugun hozir bizga yangi yozgan hali nima deydi? Siyohi qurmagan she'rlardan biri eshitsak. She'rlar Xudo xohlasa juda ko'p yozilyapti. Bizni mana shu oltarimizda Qilichbek akam yaxshi ijod qilishyapti. Ikkita shogirdlarni ko'raman, yaxshi ijod qilishyapti. Keyin mana Mamajon akamni farzandlari bor, ular ham ijod qilishyapti. Ular ham ijod qilishyapti. Biz endi shaxsan menda doim bir kimdir bir narsa yozib bering desa, men doim tayyorman. Masalan, men odam sen unaqasan, sen bunaqasan, odam ajratmayman. Hammasiga doim yozib berib yuribman. Bu hozir bizdan ko'ra men uzoqlar bilan ko'proq ishlayapman. Uzoqdagilar, uzoqlarda xaridorlarim ko'p. Bu yerliklar endi vali bular joniga tekkanman deb o'ylamayman. Shunchaki bular bilmayman. Yo bir qimmat shoir deb o'ylaydimi? Ishqilib nima bo'lsa ham yonimizga kimdir iltimos bilan kelsa hammasini qilamiz. Sog' bo'ling. Qo'yganimiz yo'q. Yana bitta she'r o'qib beraman. Bu ham o'sha sevgi. Marhamat. Bag'ri tosh bo'lsang ham sevaman. Qalbi tosh bo'lsang ham sevaman. Hech kimning qo'llari yetmagan qaldiroq bo'lsang ham sevaman. Ishqsizga yolg'ondan kulmading, nozlanib labingni burmading. Nomardning yonida turmading. Ko'zi yosh bo'lsang ham sevaman. Aldashni bilmading, qalbingni yerlarga urmading, qadringni hech kimga aytmading, dardingni. Yo'ldan qoch desang ham sevaman. Ozmidi alamlar yutganing, har kuni ko'nglimdan o'tganing. Kim o'sha tanimay kutganing? Ayt sirdosh bo'lsang ham sevaman. Orzuying meni ilm bilmaysan, meni hech nazarga ilmaysan, biror bor gapimga kirmaysan. Na iloj desang ham sevaman. Voz kecha olmasam netaman, qaylarga bosh olib ketaman. Kutaman, baribir kutaman, necha yosh bo'lsang ham sevaman. Rahmat ustoz. Sizningcha tanqid ijodga qanday ta'sir qiladi? O'zingizga nisbatan tanqidlarni qanday qabul qilasiz va Shuhrat Ahmedovning asosiy tanqidchisi kim, ustoz? Endi asosli tanqid bo'lsa, xursand bo'lasiz. Men xursand bo'lib ketaman. Qara shunaqa. Shuni bilmas ekanman deyman. Shuna qilishim kerak emas ekan yoki shuna bo'lmasa deb to'g'ri qabul qilaman-da. Endi bilib bilmay gapirsa, o'zini darajasidagi narsa bo'lmasa ham o'sha narsa to'g'risida baho bersa, uni asabimga tegadi.
Ha. Endi haligi hayotda atrofimda bor endi bitta ikkita hazilnamo tanqidchilar, gapirib qo'yadiganlar bor. Oilangizda-chi, oilada? Yo'q, oilada. Kelinoyimga o'qib Yo'q. bersangiz, u yerini tuzatish kerak, bu yerini Yo'q, tuzatish yo'q, kerak, yo'q. fikr mulohazalar bo'lib turadimi yoki Keliningizga atrofdagi asosan, do'stlaringiz? keliningizga asosan yozib bo'lganimda, zo'r she'rni yozib bo'lganimda to'xtang deyman, baking baqa deyman. Ishini yig'ishtirib yonimga o'tirgizib olib bitta o'qib beraman. O'qib bersam, unga yoqsa zo'r deydi-da. Zo'r bo'lsa, demak zo'r o'sha. Oldin aytishar ekanki, Fuat Ahmedovni o'zi yozmaydi, uni xotini yozadi. Halima Ahmedova. Bu desa, Halima Ahmedova ham bor-ku. Ana hali ismga kelmagan shoirlardan bittasi Halima Ahmedova. Zo'r shoirada misol uchun. Bu ham Halima Ahmedova. Xotini yozib beradi deb shular ismlari ham, familiyalari ham bir xil. Shuning uchun adashtirishadi. U yozib beradi, bu o'zining nomidan chiqaradi, deyishar ekan. Menga kim aytdi deng? Kim aytdi? Menga xotinimni o'zi aytdi. Shunaqa. Juda yaxshi. Sog' bo'linglar ilohim. Mana azizlar, qadrdonlar, bugungi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ushbu ko'rsatuv hamisha sizning xizmatingizda, raqamlarimiz esa doimo aloqada. Omon bo'ling.